Ushbu loyiha Mikrokreditbank hamkorligida Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Odoqjonbuz mahallasida 340-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda brokkoli karam ekilgan. Maydon hajmi 20 gektar. Mana bu yerdan boshlanadi, narki uchi uzoq ko'rinmayapti. Mana shu ketadi, mana shu o'rtaliqda 20 gektar joyga brokkoli karam ekilgan. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar o'nib chiqqan va parvarish holatida. Ekinlarni yetishtirish 120-130 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 40 ta dehqon xo'jaliklariga biriktirilgan. Har bir dehqon uchun yarim gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor sifatida Juma bobo sulolasi ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 15-20 tonna, jami 300-400 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadini oshirish niyatidamiz. Bugungi kunda mana brokkoli karamlarimiz ancha yetishib qolgan. Hamma ko'chatlar to'liq tutgan. Mana sug'orish ishlari olib borilmoqda.